Farruxbek, Land House qurilish kompaniyasi yangiliklarni zo'rini taqdim etyapti-ku. Xuddi shunday Toshkent shahrining turli hududlarida bunyod etilayotgan loyihalarni tanishtirib o'taman. Mijozlarimiz tomonidan uzoq kutilgan loyiha Yangi Darxon 3. Ushbu loyihamiz Toshkent shahar Yangi Hayot tumani Toshkent halqa yo'li yonida joylashgan. Bu loyiha Land House O'shahar Invest Helmer kompaniyasi bilan birgalikda bunyod etilmoqda. 49 qavatdan iborat uylar birinchi, ikkinchi qavatlari noturar joy hisoblanadi. Juda ham katta mega loyiha ekan. Aziz yurtdoshlar, Yashnobodda, ya'ni Uzbumda 9 ta 7 qavatli uylarimiz qurilyapti. Shirinobod loyihamiz 100% ta'mirlangan holda bunyod etilmoqda. Shundan ekan biz sizni Uzbumda Shirinobod loyihasida kutib qolamiz. Hozirobod loyihamiz. Ushbu loyihamiz Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor stadioniga tutash hududda qad rostlamoqda. 7 qavatdan iborat tayyor ta'mirlangan uylarni tez orada xarid qilishingiz mumkin. Ushbu yangi loyihalarimizning barchasida yer osti, yer usti avtoturargohlari mavjud. Shoshiling. Sizga loyihalarimiz ma'qul keldimi? Ha, juda ham ma'qul. Lekin buni sotuvi qachondan boshlanadi? Bizni ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizni kuzatib boring. Sotuv kunlarini alohida e'lon qilamiz. Land House. Zo'r.